barlıq yığın qatnaşqıçılarının chet eldagi jiddiy turmush ishidan qimmatli vaqtini chiqarib, bugungi bu faoliyatga kelib qatnashib berganligiga chin ko'nglimdan minnatdorlik bildiraman. Rahmat. Bo'libmi bu qitimliq faoliyatning barliq tayyorlik ishlari uchun uzundan buyon untinsiz tirishib ishlab, uning bugünkidek g'alabalik echilishini kapolatga ega qilgan Uyg'ur akademiyasining barliq rasmiy va zapas hay'at a'zolari va ularning yordamchilariga, chet eldagi yiroq joylardan va Turkiyadan bu qitimqi yig'in uchun ilmiy maqol tayyorlab kelgan bilim ahllariga alohida rahmat aytaman. Bugungi bu faoliyat mana yuqorida tilga ilingan hamma qarindoshlarning o'rtaq tirishchanlik ko'rsatishi orqali vujudga keldi. Millat so'yish, vatan so'yish degan mana shundoq bo'ladi. Millatparvarlik, vatanparvarlik degan mana shundoq bo'ladi. Biz hammiz mushu amaliy ish harakatimiz uchun o'zimizdan qanchalik xo'shallansak va faxrlansak arziydi. Bir davlat, bir millat va bir jamiyat uchun ma'rif tuvandikilarni o'zining tub nishoni qilgan bo'ladi. Yosh o'smirlarni bir yaramlıq garajdan qilib yetildirish, bir iqtidorli emgak kuchini barpo qilish, yosh o'smirlarni o'z millatining madaniyati haqida savodlik qilish, o'quvchilarning tanqidiy tafakkur qilishlardan bo'lib yetilishiga yordam qilish, o'quvchilarning dunyoviy raqobatlarda utib chiqishiga yordam qilish. Ammo hammalarning xabarida bo'lgandek, hozir Uyg'ur diyoridagi Uyg'ur ma'rifi intayin og'ir xirislarga duch keldi. Uyg'ur ma'rifida intayin og'ir masalalar yuz berdi. Mushundaq bir ahvolda biz hargizmi millatga ko'ngil bildigan ozroq odam Uyg'urlarning ahvolini o'zgartirmay deb o'ylamasligimiz kerak. Hozirgacha dunyoni o'zgartib kelganlar hamma odam emas. Ularning ichidagi ozroq odam. Biz o'zgartirmaydigan nurg'un ishlar bor. Ammo amaliy ish qilib berib, sinab boqmoqcha biz qaysilarini o'zgartiraydiganligimizni bilmaymiz. To'g'ri yo'lni tanlash haqiqatan muhim. Ammo to'g'ri yo'lning ustida o'tirib olib, midirlamasak, bizni bir narsa besib o'tib halok bo'lamiz. Dunyodagi butun xatoliklarning ichida eng cho'ng xatolik hech ish qilmay qarab turishdan iborat. Biz o'zimizning yaxshi ish harakatlari orqali atrofimizdagi dunyoning go'zal narsalarini bayqaymiz. Kishilarning hayotdagi maqsadi yolg'iz baxtli bo'lish emas. Uning maqsadi boshqalar uchun esqatadigan, boshqalarni va o'zini faxrlantiradigan, boshqalarga yistashlik ato qiladigan va boshqalar uchun ma'lum o'zgarish elib keladigan bo'lish. Bizning qadr qimmatimiz o'zimizning qanday yashaganligida emas, bizning qadr qimmatimiz boshqalarning hayoti uchun qanday ta'sir va qanday o'zgarishlarni elib kelganligimizda. Biz hozir bir millatning intayin qattiq hojati tushgan a'zolari bo'lib hisoblanamiz. Bizning Uyg'ur akademiyasi orqali elib berilgan ish harakatlarimiz bütün milletimiz ve bütün xalqimiz üçün, Uyghur tili ma'rifining saqlanib menish üçün, Uyghur xalqining ilm-fan ve texniklik seviyesining uzluksiz o'sib menish üçün nurg'un foydalarni olib keladi. Uyghur yosh o'smirlarning umid chirig'ini yondirib turish uchun intayin muhim rol o'ynaydi. Mushundaq bir ulug'vor ishning bir qismi bo'lish hammamiz uchun bir nihoyat sharafli ish. Shunlashqa men bugun bu yerga kelgan barliq ini-singillardan Uyghur akademiyasida vazifa o'tashning o'z millatimiz uchun sayyora xizmat ko'rsatilgan bir qimmatli fursat ekanligini to'liq to'nib yetgan asosda aktivlik bilan o'ziga loyiq vazifalarni o'z ustiga olishini umid qilaman. Ma'lum sabablar tufayli men bu yillik yig'inga kelmay qoldim. Alloh xolisa 2015-yilda cho'qim kelaman. Hammanglarga yana bir qatim rahmat. Oxirida bugungi bu muhim faoliyatinglarning muvaffaqiyatli bo'lishiga chin ko'nglimdan tilakdoshlik bildiraman. Hurmat bilan Erkin Sidiq. Faxriy raisimiz Shuhrat akamizni tebrik etayotgan inglizcha tarjima qilishga ulgurmay qoldik. İngilizce o'qib beray. Welcome message. Dear conference participants, on behalf of the organizing committee, I'm delighted to welcome you at the 6th International Conference of the Uyghur Academy. Unfortunately, I couldn't join you this year due to busy schedule. This event brings together many Uyghur professionals representing universities and other educational and research institutions from all around the world. As in the past, I expect it to be a great opportunity for interactions and
and in spring, occasions for learning about various academic topics. I hope you take advantage of this opportunity and contribute through presentations, discussion, and interaction to the development of new ideas and new directions in science, research, and applied technology. I would like to thank the organizing committee for their dedication and many months of work preparing this event. My thanks to go out all of Uyghur academic members who have taken time out of their busy schedules to help organize this year's conference. I'd like to extend a special thanks to the sponsors, that Fatih Sultan Mehmet University, Istanbul Kültür AŞ, for supporting this event. I hope you find the conference presentations and interactions educational and interesting. We look forward to your contribution and participation, and we hope that the conference will provide stimulating discussions, networking, and collaborations. Sincerely, Shuhrat Mitalov. Amerika'nın kelgan yana bir tabriknamani o'qib beray. Mehmet Eminkan evet etgan. Tabriknoma. Hürmetlik Uyghur Akademiya a'zolari. Bu qatimqi magistr va doktor o'quvchilarining ilmiy muhokama yig'inini o'rinlashtirgan va bu yig'inga qatnashayotgan barliq qarindoshlar, ukalar va singillar. Oldi bilan sizlarni chin ko'nglimdan tabriklash bilan birga yig'inning muvaffaqiyatli ochilishini umid qilaman. Hammanglarga ma'lum bo'lgandek, vatan ichi va xalqaro vaziyatning o'zgarishi, ham shundaqla Uyg'ur masalasining xalqaroga to'linishi bilan Uyg'urlar tarixida misli ko'rilmagan fursat va raqobatga yuzlanmoqda. Bir tarafdan vatan ichida fan madaniyatimiz va tilimiz keskin bir vaziyatga duch kelayotgan bo'lsa, yana bir tarafdan xalqimiz xalqaroda yaxshi bir fursatga yuzlanmoqda. Biz kelgan bu yaxshi fursatning qancha uzun davomlashishi va fan madaniyatimizning duch kelayotgan bu tahdiddan eson omon saqlanib qolishi bu yerda o'ltirayotgan vatanning va millatning kelajagi bo'lgan har qaysinglarga bog'liq. Agar bu yerda o'ltirayotgan har qaysimiz kelgusida yaramliq bir odam bo'lib yetishib chiqib, mayli nerede yashayli, o'zimiz yashayotgan jamiyatda Uyg'ur millatining bir a'zosi bo'lish sifati bilan o'z iqtidorimizni eng yuqori darajada namoyon qilsak, o'zimiz yashayotgan jamiyatga bir kishilik hissimizni qo'shsak, Uyg'ur xalqining aqlli, tirishchan va mas'uliyatchan bir millat ekanligini namoyon qilgan bo'lamiz. Shuning bilan o'zimizga texmo dog'dam va keng yo'l ochamiz. Bizni qo'llaydiganlar va bizga hissdoshlik qiladiganlarni ko'p bo'ladi. Ta'sir doiramiz kengaydi. Keyingilarga texmo yaxshi fursatlar hozirlanadi. Agar biz vatan ichida fursat yo'q deb qaqshab, vatan sirtiga chiqqandan keyinmi qo'lga kelgan yaxshi fursatlardan to'liq foydalanmasak, u chaqda bizga kelgan fursatlar ko'payish uyoqtirsin. Bizni qo'llaydiganlar va bizga hissdoshlik qiladiganlarmi bara-bara tugab ketishi mumkin. Natijada aramizdan chiqqan iqtidorli odamlarimizning kam bo'lishi, jamiyatimizning qo'llashiga erishamasligimiz tufaylidan keskin vaziyatga duch kelayotgan fan madaniyatimiz texmo qiyin ahvolga tushib qolishi mumkin. Dunyoga mashhur bo'lgan Bill Gates yosh o'quvchilar qoldirgan 10 nasihatining ichida o'quvchilarga mundaq degan ekan: hayotlik mavsumga bo'linmaydi. Ham yozliq ta'til, qishliq ta'til deganlar bo'lmaydi. Sizlarga yordam qiladigan kishilarmi nihoyat oz bo'ladi. Ham ishda o'zingizlarga tayinishingizlarga to'g'ri keladi. Orom olishni va ta'til qilishni o'ylab olmanglar. Bo'lmasa sizlar boshqalarning keyinini qolasizlar. Keyinni qilish demaklik jamiyatdan ayrilib qolish va ishsizlanib qolish demakdir. Uyg'ur olimi Emir Husayn Saburi mundaq degan ekan: ulug'vor maqsad yo'lida yurish qiluvchilar har xil havoyi havaslarni ko'ngildan butunlay chiqarib etishi, bir dillik, bir irodalik bo'lishi lozim. Allah gerçi hammamizni baravar yaratgan bo'lsa-mu, biroq biz yashayotgan bu jamiyat barobarsizlik bilan to'lib toshgan jamiyat. Har birimizning Allah bizga ato qilgan shu barobar haq huquqimizga to'liq ega bo'lish yoki bo'lolmasligimiz, o'zimizning Allah bergan aql farosatimizni to'liq joriy qildirish yoki qildiranmasligimizga bog'liq. Qarindoshlar, ukalar, singillar, millatning kelgusi bu yerda o'tirgan har qaysinglarga o'xshash
yoshlarga bog'liq. Ega bo'lgan fursatni qadrlab, o'z aql parastinglarni eng yuqori darajada joriy qildirib, ota-onalarning va millatning sizlardan kutgan umidini oqlashga, Alloh sizlarga ato qilgan shu barobar haq huquqinglardan to'liq bahramand bo'lishga tirishinglar. Oxirida sizlarga utuq va muvaffaqiyat tilayman. Hurmat bilan Amerika New-York Kolumbiya Universiteti tibbiy fanlar tadqiqotchisi Mehmet Amin. Ruxsat qilsanglar ishga gap qildiray. Tabriklarga xato qilib qoldi balki qilgansizlar. Bu xat Mehmet Amin Kamlinki oldingi yillik doktor magistr o'quvchisi ilmiy muhokama yig'iniga sungan tabriklar asli. Yani Uyg'ur akademiyasi to'g'ri hozir azroq gap qilsam to'g'ri kelib qoldi. Bayatdan gap uzrat ketmesin deb jiq gap qilmadim. Uyg'ur akademiyasi har yil bir qatam xalqaro ilmiy muhokama yig'ini ve her yıl bir qatam doktor magistr o'quvchilar ilmiy muhokama yig'ini ve her yıl bir qatam ona tilini xotirlash ilmiy muhokama yig'ini o'tkazilyotdi. Bayatdanki xatolikdan balki har xil o'ylagan bo'lishi mumkin. Cho'nqur bir masalani balki bizni ko'rsatmagan bo'lishi mumkin. Uyg'ur akademiyasi butunlay xolisona tirishchanlik bilan davom qilib kelayotgan bir jamiyat. Nurg'un ishlarni texnik yaxshi qilishimiz va tayyorlikni yaxshi qilishimiz va ammo buning yordam qilayotgan odamning ozligi iqtisodning chekligidan buning yetishamadik va bayonqidek har xil xatoliklar kelib chiqdi. Eng oddiysi tabriklarni chiqarib olib, ham tarjima qilib, hammalarga shunday yaxshi bir o'qib berishga tirishgan bo'lsakmi, onun yordam qilayotgan o'ziniki oilasi va xizmati va shunday xatolik kelib chiqdi. Hammalardan ko'p kechirim so'raymiz. Hozir xatni, bu yurtda xatni Abdulaziz izohatida balki sizlar bilmasliginiz mumkin. Uyg'ur akademiyasiga har xil davlatdan, har xil odamlardan intayin nurg'ulg'an xat keladi. Shu xatlarning hammasiga o'zimizniki turmuşdan sırtqı vaqtlarimizda javob berish to'g'ri keladi. Yani şu nurg'un xatlarning orasidan aralashib ketib, bayatning boshqa bir xat o'qilib ketib qoldi. Qayta kechirim so'rayman. Abdulaziz xatni topgandan keyin bu yilgi 6-qatimli xalqaro ilmiy muhokama yig'iniga sunilgan tabrik xatini qarindoshimiz Xalmurat qayta o'qib berdi. Onungacha topdingizmi? Onungacha boshqa program o'zining kun tartibi bo'yicha davom etsin. Menga ko'p rahmat. Bultuqi tebrik etib bo'lgan bo'lsa, yanada tebrik etdi. Hammangizdan kechirim so'raymiz. Bu qitimki faoliyatimiz har bir doklad sunuvchiga 30 minutdan vaqt berilgan. Shu vaqtni önemli foydalansak ve aile ortamda türkçe o'qib ketib qoldi. O'z uyimizda, sinfimizda o'tagandek har qanday savol bo'lsa so'rasak, tadqiqotchilarimiz bizga ko'ngildagidek javob beradiganiga ishonman. Hozir Fatih Üniversitesi'nin o'qituvchisi Mehmet Tursun Abeydullah'ni CV'sini o'qiymiz. Tanıştırıp ötümen. Mehmet Tursun Abeydullah. 1993 yılı Xotan Keriyada to'liq o'tir maktabini bitirgan. 1993 yildan 95 yilgacha Markaziy Millatlar Universitetida tayyorlik o'qigan. 95 yildan 99 yilgacha Shanxi Pedagogika Universiteti tarix kasbida to'liq kurs o'qigan. 2000 dan 2001 yilgacha Istanbul Universiteti Türk til tayyorligini o'qigan. 2001 yildan 2003 yilgacha Ankara Universiteti umumiy turk tarixi kasbida magistrlik o'qigan. 2003 yildan 2006 yilgacha Ankara Universiteti insonshunoslik kasbida doktorlik o'qigan. 2006 yildan 2007 yilgacha Misr Qohiradagi Amerika Universitetida tadqiqot bilan shug'ullangan va o'qituvchi bo'lgan. 2007 yili 2008 yillari Harvard Universiteti insonshunoslik fakultetida doktor açtı bulup tadqiqot bilan shug'ullangan. 2018 yildan 2013 yilgacha Harvard Universiteti va Massachusetts Universitetida
Uyg'ur tili va adabiyoti darslarini bergan va o'zining Uyg'ur tarixi va madaniyati to'g'risida tadqiqot olib borgan. 2013-yildan hozirgacha Fatih Universitetida insonshunoslik, madaniyatshunoslik va jamiyatshunoslik darslarini bermoqda va tadqiqotini davomlashtirmoqda. Qani, sahnaga marhamat. Qardaşlarım köp rahmet. Ben bugün hazır Uygurlarınki yani ma'rifi, yani bizim asaslık meselemiz, mühim meselemiz ve davalarımızdaki altın kadar durduğunu birinci orada durduğun Uygurlardaki ma'rif doğruluk sözleyeyim. Benim temam kadimden hazırlıca Uygur ma'rifi ve İslamiyet. Ben bu sözleşme jarayonida köpleyen resim xarita koydum. Her bir resim ve xaritaning ayrım bir hikayesi var. Bu to'g'riliq bir necha yig'in va necha kitob magistr doktor tezi yezish arziydi. Buni bir izoh o'tish. Men kirish so'z o'rinda Uyg'urlarningki ma'rifini bir necha davr va bosqichlarga bo'lishga bo'ldi. Bundan Uyg'urlarningki musulmon bo'lish uchun buning ma'rifi, ya'ni qadimgi zamon ma'rifi. Bunun içinde birkaç basmış var. Hunlar, Köktürkler ve Uygurlar. Uygurlarınki Müslüman boğanınki marifine, otur esir. Bunun içinde mesela Koçu, İlkut Uygur eli. Karakhaniler, Karıkıtan Hallığı, Çağatay Hallığı, Turfan Sultanlığı, Kaşgar Sultanlığı, Yeken Hallığı, yani Seydiye Hallığı, Cungar Hallığı, Çin Sulalisi ve Yakup Bek devri. Yani başka bir devir 1880 yıldan 1949 yılgacha bo'lgan Uyg'ur ma'rifi. Yaqinqi zaman ma'rifi. Çin Sulalisining oxirgi davri. Ana Gomidan hukumat davri. Sharq Turkiston Cumhuriyeti ve bu boshqacha bilish bo'ldi. Ana hozirgi zaman Uyg'ur ma'rifi 49-yildan hozirga qadar. Bunu 49'ın 57'de 59 yıllık bu aralıklı bir basqıç ayrış buldu. Onun başka 57'de 59'ın kinki medeniyet zorunqılığı vaxtın bir basqıç. Yani islahat devri, yani qoştuluk marif, yani xamsılı marifi. 49'ın kin zaten işideki ve cungu işideki özgürlükler ve halkara özgürlükler Cumhur hükümetininki Uygurlar qaratqan dinni ve ma'rif siyaseti çok özgürlük bolğan. Mesela medeniyet zorunqılığı deyimiz ötençideki onun burunqı bu Seyitler bilen Cumhur'un münasib özgürlüğü 89'lık Temin vakaları, Barın vakası, Golcu vakaları, onu başka bu 2009'daki örümcek bolğan işler hemmisi bu Uygurlar bolğan siyasetini özgürlük sebep olgan, vatan içindeki ve sırtındaki çok özgürlükler. Ben kısaca tarihini sözle bitme bu köp tepsizleşki vaktimiz yok. Bu münasebet bu kaçka. Ben kılgan tədqiqatımdaki neticesini sözle bitim yerde. Ana, Hunlarda təlim terbiye. Ben təlim terbiye bu sözün işletişme yapıp gördüm. Mağrib qarğan çağda bu devir için. Hunlarda təlim terbiye onun alaylığı. Bunlarda asas alaylığı mesela uruş təlim terbiyesi. Mesela prezidentleri balları kiçikin tartıp uruş təlim terbiyesi vergen. Onu da müstakil iradesine ait küçük boğan hunlarda. Hani kesbi təlim terbiye. Mesela atqı miniş, qol nervençilik degan o'xshash ta'lim tarbiya bo'lgan. Endi boshqa din e'tiqodi kuchli bo'lgan. Masalan, ko'k tangri deymiz, tek tangri e'tiqod qilish. Unda boshqa farzand sevgisi, cho'nqur farzand sevgisi bo'lgan. Bu ulardagi ta'lim tarbiyaning asosiy adoyligi. Yani kök Türk davrlarda ko'p tarafdan bunlar o'xshab ketgan ta'lim tarbiya ishlari. Ben töre bilen ta'lim terbiye elip berilgan. Mesela biz Uygur Türk töresi deydi ya. Mesela Uygur töresi töre bilen ta'lim terbiye yapılgan. O'xshamaydigan terbiye mesela ular o'xshamaydigan terbiye 38 harflik yazık ijod qilingan ve bizge qimmatli asardan qoldirgan. Mesela Kültügün miladinki 732-yili o'rnatilgan, birga qolgan
Мәңгү ташлары 735 yılı, miladın 735. Mesela bu devirde hükümdarlardan bunda alaylık buluşunu arzu kılıngan, yani bilimlik ve kahraman buluşu, yani alıp bilimlik kahraman adam buluşunu arzu kılıngan, yani insanların yaxşı ve muvaffakiyetli insan buluşunu ve cesur ve bilimlik insan tipik ehemmiyet vergen bu vaxtada. Uygurlar devri, mesela Hunlar ve Köktürklerden farkı, mesela şehir hayatıga köp ehemmiyet vergen. Mesela Türkler dedi ya, Türk tarihinde Türk ders vergen çağda mesela Uygurlar ilk yerleşik hayat geçen dep köp sözeydi bunu. Onun başka yine farklı tarafı mani dini okubulgan. Bu El-Nurşen yani öňlük söýgün tüplüň çindiçiliginden keyin Uygur kagany 761 yıl Loýangda bir neçe mani rahip bilen görüşip bunu öz paýtagtyga epkilip dastlapda kagan mani dini okubulgan. Ondan keyin bunu tarqatkan. Bu bir farkı bu Hunlardan ve Köktürklerden. Ondan başka Uygur yazığı tili ölçenmişip ve ravajlanıp Otur Asya'nın yazık tiliga aylangan. Bu bizim koşkan mühim töhfelerimiz birisi Uygurlarınki. Yani İpek Yolu, mesela bu 840 yılı Orhun'daki Uygur imparatorluğu yemirilgenden keyin Uygurlar bir kısmı köç etken. Bunun burun mu Uygurlarınki bunun burun 500 yıl burun, 4-5 yıl burun olanınkini Kankıl, Tele diyen bu Uygurların tarmakları bu yer yaşaganlığı bilimiz bu tarihten. Ular köçtün burun bu yerda yüksek, yukarı mağrib, yukarı medyeden koygan ve şehirlerini berpa kılgan. Mesela bu Uygurlarınki yerleşken ornu 4 xil medeniyetinki kadimgi Cüngü medeniyeti, Hindistan, Hindi medeniyeti, İran, Girik medeniyeti, köçmen çarvıcı medeniyetlerinki bu köp xil medeniyetlerinki uçuruş noktası bolgan. Onun başka çarvıçılık, dehqançılık, soda ticaret ve kol hünermençiligi var 4 igilikninki uçuruş noktası bolgan bu yaşagan orun. Onun başka Uygur yaşayatkan bu yer, yani Hanzu Tibet dili, Altay, Ural Altay dil sistemisi, Hindi Avrupa dil sistemisi, ninki uçuruş noktası bolgan ve İslam, Budizm ve Hristiyan bu köp xil dinninki uçuruş noktası bolgan. Bu da Uygurlarınki davamlı başkanın kabul kılgan medeniyet köp xil medeniyet türlerini öz davamlı başlıklarına töhfe koşkan. Bu da Uygurlarınki medeniyetinin terakkiyatı için köp yaxşı fırsat bolgan coğrafilik ornu. Bu şoňa Uygurlar köçtün bulan bu yerden yukarı medeniyetlik medeniyet yaratılgan Ondan başka Koçu yani Udukut Uygur eli. Eli degen bu vaqtida devletli de manada. Bu vaqtda ilim-fenge köp ehmiyet bergen, köp ravajlangan. Men şu vaqtdaki hüccetlerden misal arkaly mağribniki qaysi orun ekenligini köz bitmem. Mesela bilik bilin ya begim, bilik sana aş bulur, bilik bilgen ol erke bir gün devlet tuş bulur. Yani ey begim bilim al. Bilim sana yani eş yani hemra bulur. Bilimlik insanga bir gün devlet hemra buldu demekçi. Bilgilik er bilinge taş kursansa kaş bulur, bilgisiznin yanına altın koysa taş bulur. Bilimlik adamınki yeniga ya bilge taş koysa kaç taş buldu. Ya altın buldu dep buldu. Kıymetli nesi aynı demekçi. Biliksizin yanına altın koysa taş bulur. Bilimsiz adamınki yeniga ya bilge altın koysa taş buldu. Bu 1000 yıl burun bizim atarımız degan narsa bu. Uygurlarning Müslüman bolgandan keyinki marifi. Mesela Uygurlar Müslüman bo'lishdan burun qanday an'anasi bor edi? Mesela İslamiyetle bir alakası var mı, yakınlık var mı? Bunu qarab bakaylı. Uygurlarda bir tengri düşüncesi var edi. Mesela cengivarlığı, mesela manizmden burun onu cengivarlığı hemmemiz bilimiz. Onun tarihsel köp tadqiqat qilindi. Kembagallarni to'yg'izish,
bunu mesela tekstlerden ügünüşü buldu. Kurbanlık bir iş, kurbanlık kılış, bilimni süyüş. Biraz bunu okuyup öttüm. Bu şuna okşaş. Bu Uygurlar İslamiyet'in bu kılık kıştın burun bu alaycılık Uygurlarda bari bu anene. Mesela İslamiyet'te mesela bu bilimge, ma'rifa qanday hüküm çıkan qarab baqaylı. Mesela birinci tushgan ayet bizga iqroh bismi robbika allazi halaqal insani min alaq. Oku. Seni yaratgan Rabbing adına Rabbing için oku. Onun başka Kul hal yestevillezine ya'lemuna vellezine ya'lemun innema yetezekkeru evlul albab. Bunun deydi ki sen bilgenler bilen bilmeyenler bir bulamdı. Fakat akıl ilgisi, akıl işletken, akıl yürgüzgen ve yirakını körer insanlar bunu ders alalaydı, dep hüküm kılganken. Bunun başka biz hadislerden elbetsek, hadislerde mesela bilim, ilim eğer cumhurdaki yirakaya basımı berip izden ügengeyin de. Onun başka bu erlerge ve ayallarga bilim ügünüş periz kılındığı da bir hadis var. Onun başka sen ya hukukçu boğun, ya hukukçu boğun, ya yaxşı tünüşküç boğun, ya ki bilim hevaskar boğun, başkası olma. Eğer başkası olsan halak bulursa. Diyen bu hadisim var. Onun başka İslamiyet'teki bir Allah düşüncesi. Mesela Uygurlar bu dinin kulluk için bunu dikimi bu okşap ediyor. Tek bir Tanrı'nınki, bir Allah'ınki yaratkanlığa bunu burma işlerge. Onun başka cihat, İslamiyet'teki cihat düşüncesi, zakat, sadika, kurbanlık kılış ve bilim düşüncesi bu köp okşaşlık boğalık için Uygurların İslamiyet'in kulluk işi köp asan boğan. Uygurlar ve başka Türkiye halklarınki. Mesela Karakallar İslamiyet'in kubulgandan keyin bu ma'rif sistemimizde köp yaxşılanish, köp taraqqiyot yuz bergan. Bu ma'rif bir sistemlik holatga kelgan. Mesela bu madrasa ma'rifi o'tirib chiqqandan keyin sistemlik ma'rifi paydo bo'lib, buni üzlemez başka bölge rayonlarga, davlatlarga o'zi hukmronlik qilgan shaharlarga bunu yaygan. Mesela biz bildiğin Saciye madrasasi var şu vaqtdagi qurilgan, Hamdiye madrasasi, Mahmudiye madrasasi. Onun başka bunu medreselerine Semerkant, Bukhara, Taşkent, Yerken, Kaşgar'a yaygan, taraf kılgan. Biz köp kısım tarihçiler bu medreselerin Orta Asya'da barlık yerlikini hem fikir. Bu Orta Asya'da barlıklı başka Müslümanlara, başka İslam devletlerine tarqıl degeni bunu kollaydı bu fikrini. Bunun başka bu Karakallar devrinde Farabi, Biruni, İbn Sina gibi meşhur alimlerini, mutefekkir ve mariflerini yetiştirgen. Mesela bu devrdeki, Karakallar devrdeki hükümdarların bilim söyüşünde tizlik ilişki erziydi. Mesela Mehmet Kaşgir'deki Divan Logat-ı Türk'te mesela marif ve bilim nispeten qanday ko'z qarab turgan, bunu qarab baqayli. Bu hayrete mesela bu belki köp kısmını bilirse, bu en burun sızılgan, en mükemmel Orta Asya haritesi. Ben burada işte tefsir özlem vaktim yok, bu işler bulsun. Mesela Mehmet Kaşgir'in Divan Logat-ı Türk'te aile de balı beqish ve çoğun qilish to'g'riliq ko'pdan to'xtalgan. Uni boshqa shu vaqt Uyg'urlarniki bolalar qanday o'yin o'ynaydi, bu ustini tafsil biz bilgi bergan bizga. Türk bilim an'anasi to'g'risida to'xtalgan, shu vaqtdagi biz uniki birinchi misra o'qib bitman. Alg'il ügüt mendan o'g'il erdam tila, buyda ulug' bilgi bo'lib bilgin o'la. Bilgi erge ezgi tutup sözünü eşit, erdemni öğrenip ben işqa sonra. Ana, ey oğlum, sen menden erdem yoki fazilat o'rgangin, buyda ulug' bilgi bo'lib bilgin o'la. Mesela bilimlik bo'lgan. Mesela bilimlik insanlarını bilgi erge ez tutup, bilimlik insanı hürmetligin, onun yardım kılgın, onu sözünü anlagın, yani sözünü işitkin. Sen erdem pezzetini ügendigin, bunu İslam kamusun bunu emniyetke işletkin deydi. İşqa sonra, işlet bunu, emniyette demekçi. Bu
Türkçe o'qitish metodi o'tirib qo'yilgan. Shu vaqtdagi Türkçe o'qitish metodi hozir ishlatilib bo'ldi. Mahmud Qashqarniki. Mesela sosyoloji, antropolojide mesela alanı araştırması mülakat deymiz Türkçe. Bu naq maydonga borib, tekshirib, tadqiqot qilish, bu cho'ng bir natija bu 1000 yil burun shuni qilib, shu naq maydonga borib tekshirib, ushtirib bilim ushtirani egallab bu kitobni yozib chiqqan. Va tadqiqot usuli metodini hozir qadar ishlatilib bo'ldi. Yusuf Hasajib bu Qutatqubilikni yozib chiqqan 1069-yili 85 bab 13 000 misrada topgan. Bunu da obrazlar dastandagi 4 shaxs 4 kategoriyaning simbol qilingan, ya'ni kun tug'di. Bu qonun va adolatga podshoh, aytodi vazir, uydelmiş, uğdurmuş ve söhbeti bilen bu bayan kılınan bu Qutatqubilik 4 shaxsniki 4 obrazniki söhbetleri, muhabbetleri arkalı, diyalog arkalı. Bunun bir qarab bakayla, mesela nima debdi bilim ve ilim ve bilim to'g'riliq. Bilikni, baduk bil o'qishni ulug', bu ishki ba'ditur unutmuş quluq. O'qish qayda bo'lsa ulug'liq bo'lur. Bilik kimde bo'lsa badukluk olur. Mesela böyle bilikni yüksek bilgen, o'qishni, idrakni, fazilatni ulug' bilgen. Agar bu ikki narsani sen o'zingda yetishtirsan, bar bo'lsa, sen ulug' bo'lasan. Ana idrak, axloq nada bo'lsa, ulug'liq, buyuklik shada bo'ldi deydi. Ana bilim kimda bo'lsa, ana ulug'liq shunda bor. Bilik kimda bo'lsa, badiklik olur. Ondan başka Ahmet Yukunaki. Ana buni Ettebetul Haqaiq haqiqatlar bu suğusi degan didaktik dastan yazıp çıkan bu cami 14 bab 484 misradan tuzilgan. Temisi din ve ahlak. Bundan misal o'qib o'taman. Bilkidin ururman sözüme ola, bilkiga yado'z o'zingni ola. Bilik birla bulunur saadet yo'li, bilik bil saadetni yo'lini bo'la. Ey dostum, bilkidin ururman sözümü ola. Ben sözümni bilim asaslı sözleymen. Bilgilik ya dost özüngni ola. Dostum, sen bilimge sen dost bo'lgan, yaqin tutqan özüngni. Bilik birle bulunur saadet yo'li. Bilim bilen saadet yo'li ochildi. Bilik bil saadet yo'lini aç. Bilimlik bo'lgan saadet yo'lini ochqin. Sunnakka ilik tag erenke bilik, eren ko'rki aql ol sunnakning ilikdir. Sen sunnakka ilik kerak. İnsanga yani bilim kerak. Eren ko'rki aql ol sunnakning ilikdir. Yani insanlarninki, adamninki zinati aqldir. Sunnakniki zinati bo'lsa ilik deb. Bunu o'qishni buni ifodalagan. Uyg'urlar musulmon bo'lgandan keyingi ma'rifning alaylik qanday desak, mesela Uyg'ur jamiyati piyonlik, sistemlik ma'rif tuzumini madrasa ma'rif o'tirib chiqqan. Uyg'urlar ichidan arab, ironlik ma'rifchilar o'qitish temasida asarlar yozgan va Uyg'urlarmi bunga to'yib qo'shgan ve qiliplashgan bir ma'rif sistemi o'tirib chiqqan bu vaqtda. Uyg'urlarniki qadimgi ba'zan ko'z qarashi o'zgargan. Yani Türk Uyg'ur töreseli bu törede o'zgarish bo'lgan. Mesela şehit ve evliya tipleri o'tirib chiqqan. Biraz burun dedim ya, bilimlik ve qahramon tipidan şehit ve evliya tipleri o'tirib chiqqan. Mesela bilim sevgisi davomlashgan. Mesela İslamiyatning bunu Uyg'urlardagi bilim sevgisini dedik. Bu Qur'ondagi, hadislardagi buni misol qilib so'zladim. Bu davomlashgan, texmi cho'nqirlashgan. O'tira ve alim ta'lim tarbiya ve bilim tili de Arapça bo'lgan. Arap yazıqı qo'llangan, ishlatilgan. Qarqitan xalqi 1125-yilda Liao Jin xandaligining tarafidan yo'q etilgan. Bu yo'q bo'lgandan keyin yo'lliq tashini Hanshi Yilu Dashi deydi. Bu 1132-yilda Emil
azık Durbilcin'de kendi hükümranlığını, devletin kurup imparator bulup kengaygen, bununki padişah Görhan dep atalgan. Bu Karahallarını desepte, onunkini Harazm halkı ve kankalarını boysunduğun imperiya 80 yıl devam kıldı. 1211 yılı Hoca Uygur halkı Mongolara bakındı. Yani Çağatay halkı devri 1225 yılı Çingizhan halkı özününki təvəligideki ziminlarını 4 oğlu bilip bergen. Çağatay halkı bolsa Çingizhan'daki ikinci oğlu Çağatay'a bilip bergen ziminlar üstüde kurgan bir hakimiyet. Mesela halk uzun mezgil uğruş bilen muqimlik vaziyet almış tuğan daim tinchlik bilen muqimsizlik devam etmiş tuğan. 1320 yılı halk işkiga bilingen G'arb ve Şerik 15. asrın ahirki çarikide Cungar, Turfan ve Qashqar sultanlıqdan ibaret 3 hakimiyet şekillengen. Çağatay halkı 1516 yılı Sadiye halkıga boysungan. Yerken de Sadiye halkı ve Hocalar devri. Sultan Abdurreşit Han, Abdülkerim Han devrinde Uygur eli tuluk birlik kelgen. Şerik, Şimala Cenub kısmı tuluk birlik kelgen. İqtisat ve medeniyet ravajlangan. 1638 yılı Abdullah Han pen medeniyet ilim, pen işlerinin qayta güllendirishga tirishgan bolsa-mu, lekin cho'ng kichik hocalar ve muritlarning ishqiya ve isaqiya ikki so'pilik so'lkiga bölünüp özünü Aqtaqiya ve Qartaqiyalik bo'lib hokimiyat uchun elib bo'lgan. Siyosiy g'aliyan ve mezhep kurashları bilan munqariz bo'lgan. Bu sufizmdagi imam Naqshbandi tariqati vatanimizga 14 yilning o'tirlarida kirishga başlagan. Sen Hocalar Celil ve Reşit hocalar kirgen. Bu vaqtida keyingi vaqtlarda 16. asr kelgan chog'da Mahmud Xon deb ikkinchisi kirib, ular diniy hukmronlik va ta'sirni kengaytirib, u ustunlik egallagan. Bu Aqtaqiya, bu taqiya, bu yerdagi taqiya Beshkeng kim kelgan shu vaqtida. Bu Aqtaqiya, Qartaqiya keyin o'zgarib, Aqtaqliq va Qartaqliq bo'lgan ekan. Bularniki asos qilib qilgan alayligi nima desa, bular mesela özü mürit toplab, müritleri bu hocalarını pir deb atagan. Bular mesela bu mürit hocalar arqali, pir arqali Allah'a yetkili bo'lganligini ishongan, ular cho'qilgan va iloh o'rniga keltirgan bo'lani. Bu davrda mesela cami, mescitler, namaz kılgan, ibadet kılan yerге aylangan bolsa, keyingi davrda şu hocalarniki mazarlari o'zidagi dardlarini tugadigan, baxil saadat tilaydigan qilgan bir yerga aylangan muhim mazarlar. Bu taki mesela Yaqub Bey davri kelgan chog'da 1874 yili Yaqub Bey Apaq hojaniki mazarini remont qilib qaytadan yasab deganda bu shu vaqtga qadar foydalangan kelgan bu mazarlarni o'ziniki hokimiyatni mustahkamlash qilish uchun. Mesela bunun baş Hocalar devri 1670 yılı Abdullah Han'ın inisi İsmail Han Aqtaqliq hocalarniki piri Hidayetullah Hoca, yani Apaq hocani Qashqardan o'g'lab chiqargan. Apaq hocani Dalai Lama 5 vaqtidagi bilan ko'rishgan, uning qo'lga erishgan yordam so'rgan. Chunki Dalai Lamada bunga shu vaqtdagi g'aldamga xat yozib, buni yordam qilish to'g'riliq. Chunki bu Dalai Lama vaqtidagi bu ularniki bir ruhani bir rehber hisoblanadi bu shu vaqtdagi Mo'ng'ollarniki. Bu hozir shunday bir xil ruhiy madaniyat va ruhiy bir munosabat bor Mo'ng'ollar bilan Tibetlarniki. Dalai Lama Apaq hojani xat yozib Jungar xalqining qo'ntenchisi g'aldan avatgan. 1678 yilda g'aldan 12000 atliq askar bilan kirgan va ichki tarafda bu hojalarning maslash bilan yegan xalqni munqar qilgan. Hocalar 1680 yıldan 1759 yılgacha Jungarlarniki homiylik ostida hokimiyat yurgizgan. Toki Qing sulolasi besib kirgich bo'lganlikda hocalar bu Jungarlarniki homiylik oldida hokimiyat yurgizgan ekan. Ayni bir deyish bo'ldiki, muhim narsa. Hocalar shu vaqtida o'ziniki vaqiflari, yer zaminlari, mol mulklari
Bunu hükümet tarafından, devlet tarafından şu vaqtida ve özünki Mo'rtlar tarafından berilgan oya igisiz yerden egallab olgan ve öz oldiq askar tug'ilish huquqi ekan, bir necha ming askar borgan vaqtida buni biz arshanmaydi ekan, juda kuchli taraqqi ketgan ekan. Oxiri davlat hokimiyati qo'l tiqib qan daraja bo'lganligini o'g'lab chiqarib, qayta bu Jo'g'arlar bilan birlashib akilib, bunda hokimiyat bunda egallik etgan shu vaqtida. 17-asrdan 20-asrgacha Uyg'ur ma'rifi ana ma'rif bu vaqtlarda asta-asta chekingan, madrasalar buzilgan. Madrasalar faqat diniy va adabiy bilimlarni o'rgatgan, musbat bilimlarni o'rgatmagan. Buni gunoh deb bilgan. Ulamolarning xizmati ibodat va diniy murosalarni boshqarish, bolalarni diniy dars berish, xalqni ijtimoiy xizmat, vatanni mudofaa qilish to'g'riliq oydinlatmagan. Bu ma'rifat buzish bizni biroz burun boshqalan bu O'rta Osiyo, O'rta Sharq, Turkiya, Osmonli dinamida bu parallel bo'lgan o'zgarishgan. Bu madrasaning buzilishi, ma'rifatning buzilishi. Bunun muhim sabablardan birisi bu musbat bilimlarning, fan bilimlarning bu dindan ayrilishi. Yine bizki devletler içinde yüz bergan iqtisodiy siyosiy krizislar, bu g'ujlar o'xshash buni faoliyatlari, yenisi diniy ulamo odamlarningki oz bo'lishi va sifatlik bilimlik odamning tarbiyalanmaganligi, undan boshqa bu odamlarningki yaxshi yerda ishlatilmagan diniy ulamolar. Yani bu vaqtda faqat diniy bilimler bilim sifatida qabul qilingan, musbat bilimler gunoh hisoblangan. Uyg'ur yangi ma'rifi 1900-yildan 50-yillargacha 1880-yili İsmail Gasparali o ma'rifda va madaniyatda uyg'unish Uyg'ur ma'rifi uchun ta'sir cho'ng bo'lgan. Ya'ni bu tilda birlik, ishda birlik, fikri birlik tushunchasi o'tirgandan keyin bu o'tirib qolgan yangi ma'rif ta'sir cho'ng bo'lgan O'rta Osiyo, Ozarbayjon, O'zbekiston, Qozog'iston bizga ta'sir ko'p bo'lgan. 1889-yili 7-maktab, ya'ni Husayn Bey maktabi qurilgan. 1914-yili tunji muallimlar maktabi Akuka Musa Bayevlarniki yardım bilan ikki safda ochildi. Bu 1917-yilgacha mavjud bo'lib turgan. Bununla Türkiye'den bağlan Ahmet Kemal mektep müdür bo'lgan. Bu vaqtdagi vakil qaratik bizniki mutafakkir ve mariflardan ve din ulamolardan Sabit Damolla, Memtil Tevfik, Abduxoliq Uyg'ur larni vakil qaratik so'zlab bitmem. Bu vaqtda bu ma'rifat verir, bu dini alimlar, marifçiler hem şu vaqtdagi hokimiyat beshidagi diklar bilan ziddiyat ichida qarshi kuchaysa, yani o'z ichidagi Uyg'urlarniki bu dinni mutassib diniy ulamolar bilan bular qarshi chiqqan. Bu vaqtlarda vatanimizda yana bu yangi ma'rifdan boshqa, ya'ni sho'tang bu bir cheklik bo'lsin bu vaqt mavjud bo'lgan. Bu ko'p qism Uyg'urlarning diqqatini chekmagan. Bu Uyg'urlar bilan xalqlar orasida bidikchilik rol o'ynagan bu Uyg'urlarningki farzandlari qism borgan bu maktabga. Uni boshqa Yaponiya kelgan birisi 1907-yili Yapon usulida maktab ochib ko'p g'alabaga erisholmagan. Uni boshqa xristianlar ko'p maktab, doktorxona, shirkov sağan bu şu orqali ham din xristian din taqatgan. 1932-yilda bo'lmada taqilib qo'g'langan shu vaqtda. Uni boshqa madaniyat aqarchi uyushmasi 1933-yili dekabrda Qashqarda madaniyat aqarchi xizmat qurilgan madaniyat aqarchi uyushmasi. Bu nima qilgan, uni asosiy xizmati nima desa, nimaga mas'ul bo'lgan desa, maktab ochgan bular. Darslik programmasi tuzgan, darslik kitob materialini tuzish va sotilish ishlarida mas'ul bo'lgan. 1935-yildan 39-yilgacha bu madaniy aqarchi uyushmasida 3457 ta yangi o'qitish tarbiyalagan. Maktablarning shu vaqtda mavjud bo'lgan maktablarningki 3 ta ish qismini madaniy aqarchi uyushmasi qurgan. 740 ta maktab ochgan.
138.444 o'quvchi savatli bo'lgan. Өлкілік, şu vaqtda өлкілік hükümetninki 203 savat chiqarish maktabi bo'lgan. Bununki 1542 o'quvchi bo'lgan. Keyin bu maktabning ta'siridan qo'rqib, bu madaniy aqarish uyushmasining ochgan maktablar davlat maktabi qo'shib o'tilgan. Bu vaqtdagi dars kitoblari 1950-yilga qadar davom qilgan bu 49-yilma bu dars materiallar bu Toshkentdan O'rta Osiyodan olib kelib buni ishlatgan. Ders kitoblarni olib kelib dastlabda ishlatgan. Keyingi vaqtlarda bu G'o'ljida Yunus degan kishi ko'paytirish 5 o'rin ochgandan keyin kitob bu yerda akaning kitoblar bu yerda ko'paytirilib tarixda bunda ishlatgan ekan. Ders kitoblari bu maktabda qanday dars o'tilgan desa, Qur'on, aqida darslari, madaniyat, Uyg'ur madaniy munosabatlik, matematika, Uyg'ur tili, tarix, jo'g'rafiya, sayya, hatto xanuz til darslari o'tilgan ekan bu maktablarda. Gomida hukumat davri. Masalan, bu Yanzın bu şiir bu mesnevini yazıp tamga çaplab qo'ygan ekan. Bu vaqtdagi masalan Uyg'urlar qolgan siyosatni, ahvolni nihoyat yaxshi aks ettirib bergan. Buni shu men buni o'qishni lozim ko'rdim. Masalan, Cumhuriyet tunjirat qildi izhar ma'rifat, uyat amdi 5 xaqon 7 bagdak davrmak. Cumhuriyetdagi g'avg'oga parvo qilmoq ne kerak? Chigri diyar bayni bog' iram husnidak. Musulmonni janubdan shimolgacha band qilsang, ibtidoiy fuqarolar anqov bo'lsa afzalroq. Bu yurgan siyosatni bu yozib o'zi she'r qilibchi, o'ziniki orduninki ikkisiga chaplab qo'ygan ekan buni. Bu biz bir-birini mesela Şinsen'deki ma'lum vaqtda bir necha yil erkin ozod siyosat qo'yganmizmi? Ko'p vaqtlarda bu farq qilib ketmaydi. Şinsen vaqtida mesela 100 mingdek Uyg'ur ziyoli tutqun qilib turmaga atilgan. Xalqnadan qoldirib butunlay chegara yetib o'tgan bu vaqtlarda Gez jurnal yangi fikr tushunchani kirishni to'sgan. Mesela Abduxoliq Uyg'ur va uniki istimas nomli she'ri. Bunu şu vaqtdagi Uyg'urlarning ne kadar ichinchilik ahvol yashaganligini, zulm Uyg'urlar nima kerak ekanligini bu she'r orqali, istimas she'r orqali ifodalab bergan. Buni o'qib o'tman. Yep zahar bo'ldi, kasal ahvolda ko'pdir xatar, millatim jon chiqsimi davolanishni istamas. Boshqalar poyezd, paraxodda sayohatlar qilur, bizga kelsa bir qutur eshak minish oson emas. Izladi huma qushini kundi ko'klarga qarab, istaganlar beshig'i huma qushini istamas. Milletim tatqan azabga ko'l qandaq chidar, al-g'arib ingraydi ammo tavlishni istamas. Bundan biz shu vaqtdagi Uyg'urlar ahvolini, vatanimizning ahvolini, nima kerakligini, uyg'unish kerakligini, o'zi taqdirini o'zgarish kerak to'g'riliq o'tirib qolgan. Biz shu vaqtdagi ahvolni nihoyat yaxshi aks ettirib bu she'rlar. Sharqiy Turkiston Cumhuriyet davri bu vaqtida Uyg'ur ma'rifi bular yo'l qo'ygan isloh bu sistem Sovet ittifoqining ko'p ta'siriga uchragan. Bu vaqtda 540 boshlang'ich maktab, 1830 sinf, 56900 o'quvchi, 2059 o'qituvchi yetishtirgan. Bularda odatlik maktablarni, kasbiy o'rta maktablar, yezilik maktablar, mol doktorlik va tibobat kasblari o'qigan 500 o'quvchi bo'lgan. Mesela Uyg'ur yaqin zaman ma'rifning alohidaligi nima desa, Uyg'urlar ma'rifi 1900-yildan 49-yil bo'lgacha Uyg'ur ma'rifi sharqning va g'arbning ta'siri uchgan, ya'ni biroz Jungoning ta'siri biroz oz bo'lgan. Rossiya, ya'ni Sovet ittifoqi, Qrimdagi tatarlarniki va O'rta Osiyodagi qarindoshlarniki va Turkiyaning ta'siri ko'p bo'lgan va Yevropadan uning ta'siri uchirgan. Buning ichida jadidchi ma'rifniki Uyg'urlar ustiga ta'siri bakchon bo'lgan. Ammo vaqtida vatanimizda birlikka bir ma'rif bo'lmagan ma'rif sistemasi. Bu vaqtdagi Uyg'ur yangicha ma'rif hozirgi zaman Uyg'ur ma'rifniki va millatchiligini va vatanparvarlikni shakllantirishda asos solgan. Ana yangicha ma'rifi hozirgi zaman Uyg'ur ma'rifniki
ve milliyetçilik ve vatanperverlik çekilişi asaslangan, hazır vatan içi ve sırda Uygur davasını, vatan davasını kılvatkan Uygurların ilham menbesi olmakta. Ve yolunu yurtkuçu meşal olmakta. Şu vaxtda Uygur mağribinki terakkiyat için, Uygur'un mevcut için koşkan atılarımızdanki roşat olsun. Rahmet sizlerge. Benim sualım var. Klasik Kristüzü'de Uyguların tuğan devletler Katar'da Sultan Sultanlığı ve Kaşgar Sultanlığı degan Kristüzü'de ben almak şu qaysi hükümetke katılgan? Yok, dastlabki mustaqil bo'lgan, keyin yo'q qilgan qisqa vaqtliq Chagatai vaqtdan qilib vaqtida, Chagatai xalqining keyingi vaqtlarda qurilgan, Seydiya xalqining burun. Turpan Sultanlığı. Ha. Bo'ldi, mana. Chunki bular sultonlik deb atalgan davlat demagan, chunki bu vaqtlarda bu Chagatai Mo'g'ul xonninki suydan avloddan kelgan bo'lsa xon deb atalgan bo'lsa, sultonlik deb qaragan ekan. Sizce Dallar'ın ilerleyen handalık ve zımınlarda Karganlılar ve Harazm Şah'ın kankırlarda yazıksız uçalar kankırlar mevcuttu ya ki qaysi territoriyani tüzmek? Hozirgi bu Qozog'iston, O'zbekiston bu taraflarda. Bu asosda bu homiylikqa bo'lgan Yetikut xonligi, Qarxonlar, Xorazm, ya'ni 50 yil va 80 yilga qadar hukm surib, keyin Mo'g'ullar kelgandan keyin Uyg'urlar bilan moslashib, ularni yo'q qilgan. Rahmat savolingiz uchun. Yangi ma'rif yoki yaqin zaman. Yakın zaman İslam, Uygur yakın zaman İslam marifeti. Qana? Yakın zaman, Uygur yakın zaman İslam marifeti. Yo'q, anladim. Xato anlayapsiz. İslamiyatdan burunga sabab keldim-da, ammo yaqin zaman u islom deganda gap qildim. Yanlış oldu, tamam. Bundan kimi qayta doğru babamızda kılarken, Minan degenden bir yerde mesela şu İslamiyatın burunga, yoki İslamiyatın keyinki tarihi bayandan göre köprek mesela Uygurlar nimlerni öğrengen, qanday darslarni öğrengen, mesela Edebiyatlар olsun, ijtimoiyatlar olsun, İslami dersler olsun, bu cihet bir ma'lumotni mesela hozircha Uygur tarixchisi olsun, marifati olsun, İslamiyatın burungi ma'lumot yo'q deyarli. Bu sohada biz ko'rsak, keyingi mesela jadid davr olsun, yakın zaman, yakın modern vaqtlar olsun, bizda bir ma'lumot yo'q. Yakın zaman chiqqan, Toshkentda chiqish qodamlar chiqdi, jadid davrdagi bu tarafda agar biz ma'lumot bersiniz, Men so'zlab o'tdim. Qisqacha. Ben bu ko'proq vaqtni so'zlab burun keyin bo'lgan bu davomli bu o'zgarishlar taraqqiyotni o'qib kelsak yaxshiroq bo'lar, masalani aydınlık qiladi deb shunday men ko'proq tarixni ixchamlab bu tadqiqot natijasini so'zladim. Men har bir bu yerda so'zlasak har bir rasmni bir yig'in olsak bo'ldi ayrimcha. Mush bir rasm uchun bir yig'in yoki bir kitob doktor maqola yozsak bo'ldi yerda. Men so'zlab o'tdim. Bu 14-asrga qadar bu madrasalarda dinni fan deb ayrilmagan, ilm deb ayrilgan hammasi coğrafya, astronomiya, matematika, tafakkur, felsefe bilimlari, din bilimlari birlikda o'tilgan. Qaysi zaman chekindi desa, bu ilm, bu fanning musbat bilimdan ayrilgandan keyin bu chekinish boshlagan. Bu muhim sabab bo'lgan. Bundan chiqib bo'ldiki, bu 16-asrning o'tirlaridan boshlab bu ayirib faqat ahamiyat bergan musbat bilimlarga bu keyin gadit vaqtida qanday dars o'tganini so'zlab o'tdim meni. Ko'p qism darslarni olgan. Matematika, tarix, coğrafya, hatta Xanuz tilimi, Qur'on, aqida darslarini olgan. Buni so'zlab o'tdim. Buni chiqarish bo'ldi. Qaysi davrda qanday materiallarni nima ishlatganligimiz. Aleyküm selam.
Anladım, sağlık hakkı. Şu Uygurların yakın zamandaki artının bilenken de şu Kırmızı Toplumun ötesiyle artık sak kurulan şu yılcı mektepin artık Kırmızı Toplumun ötesinde artık Kırmızı Toplumun ötesinde 34 yılınca doğan anlıklı yani Kırmızı Toplumun 80 yılında artık Cumhuriyet'in tarafıyla ıslah edilgen devreden başlayıp partiye çıkımın ettiğimiz doğum devrinde. O devir bir Uyg'urlar uyg'unish, yangi ma'rifatning shakllanishi vaqti bir qadar yaxshi davr. Keyingi vaqtlarda masalan ma'rifatni alaylik nima desa, masalan bu sekulyar inglizcha sekulyar deydi yoki o'tirchi loyiq. Bu 49-yildan keyin bu loyiq sekulyar bo'lmagan bizda dinsiz ma'rifatni. Marksizm, Leninizm fikri asosidagi masalan din butun darsda o'qiganmi, boshdan qo'shmaydi o'tirmaydi bormi din dars? Yo'q, undami? Din chiqarib o'tilgan, dinga qarshi ma'rifat bor. Bu 80-yil yoshdan degan bilan meni maktablarda o'tir maktab boshlang'ich oliy maktabda hech qanday din darsi yo'q. Bir qismi imkoniyat yo'l qo'ygan madrasalarda Qur'on Karimni qanday o'qish, biroz tafsir qilish mana narsa o'rgangan. Bu farqli o'xshamaydi. Masalan bu 49-yildan keyin yaxshi o'zgarish nima desa, savodli insonlarniki ko'paygan, universitetga kirganlar odamlar soni ko'p bo'lgan. Bu yaxshi ish bo'lsa, ammo diniy ulamolar butun jamiyatdagi rolini yo'qotgan, chiqarib o'tilgan. Bu alaylik mushu ma'rifatninki dinsizlishi va diniy ulamolarninki rolini yo'qotishi. Masalan, oqsoqol diniy ulamolarninki Uyg'ur jamiyatidagi rolini yo'qotgan. Ani yaxshi tarafi bo'lsa, masalan, universitet o'qiganlarning soni ko'paygan, savodli bo'lgan insonlarning ko'paygan, ayollar maktabga ko'p kiralgan, savodli bo'lgan, o'qiy olgan bu taraf. Nachar tarafi a taraflar bo'lgan. Buni söylashga bo'lmaydi. Masalan, keyingi vaqtda 40-yil vaqtda farqli, mazmun farqli. Qanday qaytaman? Ha. Otuzuncu yıllar desek oldu. Oyganagan, taraf qilgan ana til avj olgan bu uyg'unish. Masalan 45-49 qisman bir yerda masalan o Sharqiston Cumhuriyet tarafidan iznish, revanş ko'p yaxshi bo'lgan shu davrlarda men. Hukumat tarafdan Sharq Turkiston Cumhuriyeti 45-49 yil vaqt. Evet. Ben o'qib qolay savolim uchun. Yo'q, savolimni o'qib qolay, keyin javob bersam bo'ladi. Birinchi savoli tayyorlagan chog'da Uyg'urlarning ma'rifat to'g'risida so'z oltimiz bor. Yo'q, savol emasda, bu siz so'ragan savol qilasiniz. Savol so'rayman. Bo'lmasa tushunmaydi ular. Shu uningga qaraktanni qo'shib sizlarmi? Uni qo'shib qo'yish maqsadi nima? Qaysi? Qaraktanni qo'shib qo'ysiz. Shu vaqtdagi tarix bir ko'ysini qilsinlar, kundak o'sin debchi. Bizning zimimizda boshqa qo'ygan bo'lgan, burada yashagan, biz munosabatlar ko'rdi. Ular boshqa qo'ydi deb uni boshqacha ma'lum qilmaydi. Bizniki bu koni timini yaxshi anglasin, qilsin deb kundak biroz o'sin deb menchi men. Cho'ng so'zimni buni-chu unda o'tkazdim. Yeni bir savol bende. Biz odatda nodin musulmon bo'lganimiz uchun mening hamda o'zimni o'ylarimni qog'ozimda qo'yilgan qo'ymam tutmayman. Olim musulmon bo'lganimiz uchun bunun tarixiy davrlarga shu chog'dagi har xil madaniyatlarga bog'langan chog'da ma'rifatlar. Masalan, Qarag'ana davri musulmon, ammo Turfon musulmon emas. Shu an tadqiq jarayonida ozroq bir taraflik mavjud deb qo'yayman. Bir taraflik emas, hozir mavjud, hozir kitob bunun tarixini yozsangiz. Devalı savolimda chiqdi. Vaqtni yaxshi foydalansangiz, siz o'zingizni rayqamatsiz hozir. Talab qilaman, savolim qo'laydi. Asli degandek-ku, so'zlash vaqtida sizlar savol uzun bo'lsin. Qog'ozimni shuni terishinglar. Og'izimiz deganda ba'zi amaliyotda biroz. Sizlar so'zlar digil qo'ymayapsizga. Yo'q, batni degan so'z men qatta o'zimni kesdim. Ha, anglayman. Undagi shunga masalan, yapon degan gapida endi. Shu yapon Uyg'urni misol olsak, masalan. Ha, ma'qul.
yapıl degan gapi, yapılıqlar o'zlari kelib chiqishi bulardan bo'lgandan keyin islomga ancha qiziqmay turkman ilk uyg'ur xalqining tarix hamma narsa tadbiq tutgan qilayotganda hamma narsani ish chiqib qolgan bo'ladi. Shular endi shu joyda to'xtamoqchi, masalan, o'yga ketish uchun boshqa so'zlarda hatto ancha-muncha odamlar yasatgan to'xtamni bo'lgan, mana shuni tadbiq qilib shu joydagi masalan qonun jihatini bor versak, shu joy to'xtamlarning saviyasi hozir Yaponiyaning qonun saviyasiga yetgan deb, shu inson qoidani buzganda hamda shu demak bo'lgan savol masalan Uyg'urlarning butun tarixidan qarasak, Qaraqam davlatniki masalan tanmar görünüşte tekrar yaxshi bo'lgan yoki turpan qolonniki yaxshi bo'lgan shuni ham siz qanday qaraysiz shuni bilmak istadim. Menimcha to'g'ri emas, u yaxshi bo'lgan, u bak yaxshi bu taraqqiy qilgan emas, o'zining aloyidligi bor. Masalan, buddizm asosida adabiyot ko'p taraqqiy qilgan, masalan, dinni buddizm asosida shu vaqtda sanat ko'p taraqqiy qilgan, sizga o'xshash bu to'xtamnomalar ko'plab tepildi. Ilg'or seviyaga bo'lgan. Endi bizlar emas, biz Turkiyada va boshqa yerda sal qaraydi, masalan, bu davrdagi ilqotdan ko'p tadqiq qilmagan bilmaydi bizda. Boshqa chet ellarda shunday. Masalan, Uyg'urlar burunqi ba'zan munosabat qurmaydi endi bizga. Bu Uyg'urlarning kiniki, Qaraqallar kiniki tarix bilan Uyg'urlar burunqi ko'k turklar, G'ullar, mavjud munosabat bor. Ham gin, badan tuzilishi, fiziologik, ham til, hem medeniyet cihetinin köp birinin devam ediş buldu. Bunu hatta bunu hiç kadar münasebet kurmaydı. Çünkü bu şatak. Aynı biz Uygurlar mesela bu Budizm devrideki bunun buruk medeniyet acaba medeniyet bağımlığı vakti da depçu. Karayet alalı köp. Battı yine biz ki kitap yazsanız neşet kılmaydı. Uygurlar dini doğru kitap yazsanız o sahip cennet kirimiz depçu. Bunu köp ehmet verdi ama bu vaktideki ehmet bilmesi yöndek doğru bir köp. Köp rahmet bir sabır kılıp anlatıp geldiğiniz için köp rahmet.